Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka. Nasıl aka, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi. Xudoga shukr, rahmat. O'tib ketgan tug'ilgan kunlaringiz bilan aka. O'tgan kuni tug'ilgan kuningizda tabriklarman deb bilet olib qo'ydim. Chiqmadi, telefon qilmadingiz. Uzr endi. Gap yo'q. Bilganimda qilardim men. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklash. Rahmat. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, xudoga shukr, sog' salomat yurtmiz. Qayerdansiz aka, ismingiz nima? Aka Xorazmdanman. Ismim Maqsadbek. Maqsadbek. Xorazm Yangi bozor. Xorazm Yangi bozor. Maqsadbek. Bizni qanchadan beri kuzatasiz? Kim tavsiya qilgan? Sizni oldi aytaman. O bir paytlari XM BMW qo'ygansiz. 21 bilmadim. Shu paytlardan beri o'ynab kelaman sizdan. Postoyanniy muxlisingizman, obunachingizman. Postoyanniy o'ynab kelaman. Gap yo'q. Esimda yo'q, lekin kim tavsiya qilganini esimda yo'q, lekin u 4-5 yil bo'lib ketdi o'ynab kelayotganimga sizdan. Gap yo'q. Hozir qayerdasiz endi? Nima ishlar bilan bandsiz? Hozir Rossiyadaman, Lipetskiy oblastidaman. Pilaramada ishlayman. Qancha bo'ldi kelganingizga? Oilaviy shu edasiz. Qancha bo'ldi kelganingizga? Ayolim bilan kelganman. Mana shu yil yanvar oyida kelganman-da. Ha, yaqinda 1 yil bo'ladi, xudo xolasa. Yaqinda xudo xolasa 1 yil bo'ladi, ha. Xo'sh, 15-kassamizga nechta bilet oldingiz? 15-ga Padarishniy biletim bor edi. 14-turda 5 ta bilet, yo'q, 5 tami? 3 ta biletni bilmadim, shunaqa olgandim. Bittasiga 5 ta bilet olganman 10 ming rubldan 14-turga. Shundan bittasiga Padarishniy chiqdi. Keyin shu 15-ga berishdi, 15-ga yana 4 ta olganman. Qo'yli, siz programmada ishlaysizmi yo taxta sotasizmi? Shu pilaramada ishlayman-da. Endi ayolim bilan birga bo'lgandan keyin shu harakat qilyapmiz. Mayli, omadinglarni bersin, lekin azobga kirmang. Foydasi yo'q. Bitta oling yetadi. Azobga kirmang. 35-33. Nimaga? Gap yo'q. Oxirgi 1000 ta biletingiz qoldi degan xabar keldi. Keyin sirazi bitta bilet tashab qo'ydim-da yana. Gap yo'q. Uka, tabriklayman. Yangi Cobalt sizga nasib qildi.